Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, kanalimiz a'zolari. Yana sizlar bilan onlayn darslarimizda g'oyibona ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Ana endi o'tgan safargi ot mavzusini yakunlab, endi sizlar bilan yangi so'z turkumi, ya'ni yangi mavzuyimiz, navbatdagi so'z turkumi sifat mavzusini boshlab ketamiz. Tayyor bo'lsalaring, biz boshladik azizlar. Sifat deb nimaga aytiladi? Avvalo sifat qoidasiga to'xtalib olamiz. Sifat deb otga bog'lanib, uning belgisini bildirib, qanaqa so'roqlarga javob bo'lgan so'z turkumiga aytiladi. Otga bog'lanib, uning belgisini bildirib, qanaqa so'roqlarga javob bo'lgan so'z turkumiga aytiladi. Tushunarli? Xo'p, sifat asosan aniqlovchi bo'lib keladi. Yangi kitob oldim. Bu yerda qanaqa so'roqlarga javob bo'ladigan so'z yangi hisoblanadi. Yangi qanday? Yangi. Bu yerda aniqlovchi vositasi kelyapti. Sababi yangi so'zi otga bog'lanib kelyapti. Tushunarli? Keyingisi fe'lga bog'lansa hol bo'ladi. Ya'ni gap bo'lagi sifatida hol bo'lib keladi. U she'rni yaxshi o'qidi. Yaxshi so'zi bu yerda sifat va u fe'ldan oldin kelganligi uchun hol bo'lib kelyapti. Qanday? So'rovga javob bo'ladi-da, hol bo'lib keladi. Keyingisi gapning oxirida keladigan bo'lsa, kesim vazifasida bo'ladi. Bizning ishlarimiz yaxshi. Bu yerda kesim vazifasida kelyapti ekan. Tushunarli? Sifatlarimiz 6 ta ma'noviy turga ega, ya'ni sifatlarimizning 6 ta ma'noviy turi bor. Ular xususiyat, hid, hajm o'lchov, makon zamon, mazatam va rang tus sifatlarga bo'linadi. Xo'p, xususiyat sifatlari xususiyatni bildirgan sifatlarga aytiladi. Xil xususiyatni bildirgan sifatlarga. Qaysilar ular? Yangi, odobli, xushovoz, kamtarin, ozoda, yoqimli. Bular xususiyat sifatlariga misol bo'la oladi. Hajm o'lchov sifatlari: katta, yassi, baland, pakana, keng, uzun. Bular hajm o'lchovini bildirib kelyapti. Keyingisi hid sifatlari: muattar, xushbo'y, qo'lansa, badbo'y, achimsiq. Tushunarli? Bular hid sifatlari hisoblanadi. Makon zamon sifatlari. Makon zamon sifatlari yozgi, bulturgi, qadimgi, qishki, sirtqi. Bular makon zamon sifatlariga misol bo'la oladi. Keyingisi mazatam sifatlari. Mazatam sifatlari shirin, achchiq, sho'r, nordon, taxir, talx, laziz, yoki bo'lmasa mazali, bemaza so'zlari ham kiraveradi. Keyingisi rang tus sifatlari. Ma'lum bir rang tusini bildiradi. Kulrang, lojuvard, qirmizi, yo'l, zafaron, nafarmon, qo'ng'ir. Bular rang tusini bildirgan sifatlar hisoblanadi. Oq, qizil, ko'klar ham kiraveradi. Sizga sal notanishroq bo'lganlarini misol qilib keltirdik rang tus sifatlariga. Xo'p, navbatdagi ma'lumotga o'tamiz ustozlar. Sifatning darajalari bor. Sifat darajasiga to'xtalamiz avval. Sifat darajasi deb nimaga aytiladi? Sifat darajasi deb sifatning o'sha me'yorning, belgilangan me'yordan ortiq yoki kamlik jihatdan farqlanishiga aytiladi. Belgining belgilangan me'yordan ortiq yoki kamlik jihatdan farqlanishi bu sifat darajalari deyiladi. Ular
to'rtga bo'linadi. Oddiy daraja, orttirma daraja, ozaytirma daraja, qiyosiy daraja. Oddiy darajadan boshlaymiz. Oddiy daraja deb nimaga aytiladi? Oddiy daraja deb belgining me'yorda ekanligini bildirgan darajaga aytiladi. Tushunarli? Belgining me'yorda ekanligini bildirgan darajaga aytiladi. Uni maxsus qo'shimchasi bo'lmaydi. Ixtiyoriy birorta sifatni oling, u oddiy daraja bo'laveradi. Gapda kelgan bo'lsa, oddiy darajaga olaveramiz. Masalan, mana bu yerda aytibmiz, maxsus qo'shimchasi yo'q. Yangi kino. Yangi so'zi bu yerda oddiy daraja. Sersuv maysa oddiy daraja. Tuzsiz ovqat oddiy daraja. Tushunarli? Ana endi orttirma daraja haqida gaplashamiz. Orttirma daraja deb nimaga aytiladi? Orttirma daraja deb belgining me'yordan ortiq ekanligini bildirgan darajaga aytiladi. Va ikki xil yo'l bilan hosil qilinadi. Birinchisi, oddiy daraja oldidan juda, g'oyat, bag'oyat, eng, tim, lang, liq so'zlarini yoki jiqqa so'zlarni keltirish orqali. Juda katta, g'oyat xursand, bag'oyat mehribon, eng baland, tim qora, lang ochiq, liq to'la, jiqqa ho'l. Tushunarli? Demak, oddiy daraja oldidan keladi va o'shanda uni orttirma darajaga olamiz. Keyingisi, sifatni takrorlash orqali, birinchi bo'g'inini takrorlash orqali hosil qilinadi. Bunda MPS degan tovushlar paydo bo'lib qoladi. Yam-yashil, bus-butun, kap-katta. Tushunarli? Oppoq ham kiradi bunga. Oppoq chiziqcha bilan yozilmaydi-yu, lekin oppoqni ham orttirma darajaga olamiz. Navbatdagisi ozaytirma daraja. Ozaytirma daraja deb nimaga aytiladi? Ozaytirma daraja deb belgining me'yordan kamligini bildirgan darajaga aytiladi. Tushunarli? Belgining me'yordan kamligini bildirgan daraja ozaytirma daraja deyiladi. U ham ikki xil yo'l bilan hosil qilinadi. Dastlabki usuli, ya'ni dastlabki birinchi usul oddiy daraja oldidan, ya'ni oddiy daraja sifatlari oldidan sal, picha, hiyla, xiyol, nim, och so'zlarni keltirish orqali. Masalan, sal xursand, picha katta, hiyla ochiq, xiyol baland, nim pushti yoki och yashil. Tushunarli? Keyingisi, oddiy darajadan keyin ish, imtir, gina qo'shimchalarini qo'shish orqali. Ish, imtir esingizdan chiqmasin. Rang tusini bildirgan sifatlarga qo'shilib keladi asosan. Oqish, ko'kimtir, qoramtir, sarg'imtir, yaxshigina. Esingizdan chiqmasin. Ozgina yoki bo'lmasam odamgina desak, unda u nima bo'lmaydi? Ozaytirma daraja bo'lmaydi. Sifatning ozaytirma darajasiga olinmaydi. To'rtinchisiga o'tamiz. Qiyosiy daraja. Qiyosiy daraja deb nimaga aytiladi? Qiyosiy daraja deb belgining belgilangan me'yordan biroz ortiqligini yoki biroz kamligini bildirgan darajaga aytiladi. Qaytaraman, belgining belgilangan me'yordan biroz ortiq yoki biroz kamligini bildirgan darajaga aytiladi. Va u birgina qo'shimcha, roq qo'shimchasi orqali ifodalanadi. Misollarni ko'ryapmiz. Yangiroq, tozaroq, chiroyliroq. Tushunarli? Ana endi bizni chalg'itadigan o'rinlar bor. Pastga e'tibor beramiz. Hop, shifokorroq deganimizda yoki ko'proq deganimizda yoki samimiyroq deganimizda hammasi ham nima bo'la olmaydi? Qiyosiy daraja bo'lib kela olmas ekan. Qiyosiy daraja bo'lish uchun asosiy sifat bo'lish kerak. E'tibor bering.
Shifokorroq desak, asosi shifokor. Demak, bu yerda ot bo'lyapti. U qiyosiy darajaga, sifatning qiyosiy darajasiga olinmaydi. Ko'proq desak, ravishni darajalab kelyapti bu yerda. Chunki ko'p ravish hisoblanadi. Samimiyroq desak, samimiy sifat bo'ladi. Bunda qiyosiy darajadagi olsak bo'laveradi. Faqat samimiyroq so'zi bu yerda qiyosiy darajani hosil qilyapti ekan, sifatning qiyosiy darajasini. Tushunarli? Navbatdagi ma'lumotga o'tamiz. Sifatlar belgini to'g'ridan-to'g'ri ifodalay olishi yoki darajalana olishiga ko'ra ikkiga bo'linadi. Belgini to'g'ridan-to'g'ri ifodalay olishi va darajalana olishiga ikkiga bo'linadi. Ikkiga bo'linar ekan. Birinchisi asli sifatlar, ikkinchisi nisbiy sifatlar. Asli sifat deb nimaga aytiladi? Asli sifat deb belgini to'g'ridan-to'g'ri ifodalay oladigan va darajalana oladigan sifatlarga aytiladi. Nisbiy sifatlar buni aksi. Belgini boshqa bir narsaga qiyoslagan holatda ifodalaydigan va darajalana olmaydigan sifatlar nisbiy sifatlar bo'lardi. Buni osonroq yo'li bor, ya'ni ham jo'nroq yo'li bor. Roq qo'shimchasini olsa asli, roq qo'shimchasini olmasa, ya'ni qiyosiy daraja qo'shimchasi roq qo'shimchasini olmasa, u nisbiy deb qaraveramiz. Masalan, aqlliroq desak bo'ladimi? Bo'ladi. Ko'kroq, mulohazaliroq desak bo'ladi. Endi nisbiy sifatlar do'ppiliroq bo'lmaydi. To'g'rimi? ro'molliroq bo'lmaydi. g'ishtinroq desak bo'lmaydi. Yoki ichkiroq yoki bo'lmasam devoriyroq deb bo'lmaydi. Tushunarli bo'lyapti? Demak, asli sifatlar roq qo'shimchasini oladi, nisbiy sifatlar roq qo'shimchasini olmaydi. Nisbiy sifatlar ko'p emas. O'sha vaziyatda qo'shimchani qo'yib ko'rasiz. Olmasa nisbiy bo'ladi, olsa asli. Keyingi ma'lumotga o'tamiz. Sifat yasalishi. Sifatlar ikki xil yo'l bilan yasaladi. Sintaktik va morfologik. Morfologikning yana bir nomi bor, affeksion. Sintaktikni yana bir nomi bor, kompozitsion. Avval morfologikka to'xtalamiz. Morfologik usul deb nimaga aytiladi? Morfologik usul deb sifat yasovchi qo'shimchalar qo'shilib sifat yasalishi. Tushunarli? So'z yasovchi, ya'ni sifat yasovchi qo'shimcha qo'shilib sifat yasaladi. Sifatdan sifat yasalishi mumkin, otdan sifat yasalishi mumkin. Xullas yangi sifat yasaladi. Masalan, chirik deganimizda fe'ldan sifat yasalyapti. Siniq deganimizda fe'ldan, qaynoq fe'ldan, qo'rqoq fe'ldan, sezgir fe'ldan, erinchak fe'ldan, maqtanchoq fe'ldan, kuzgi otdan, doimiy ravishdan sifat yasayapti. Kumushsimon otdan sifat yasayapti. Bular morfologik usulda yasalgan sifatlar deyiladi yoki bo'lmasam sodda yasama sifatlar ham deyiladi. Ikkinchi usul, sintaktik usul so'zlarni qo'shib, juftlab, takrorlab sifat hosil qilinishi bu sintaktik usul deyiladi. Bodom va qovoq so'zlarini qo'shilishidan hosil bo'lgan. Qanday deymiz, to'g'rimi? Sheryurak qanday deymiz? Yo'l qanday deymiz? Erta pishar qaysi deymiz yoki qanday deyishimiz ham mumkin. Ichaguzdi qanday? Tushunarlimi? Sifat yasalishi tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingi ma'lumotga o'tamiz. Sifatlar tuzilishiga ko'ra 4 ga bo'linadi. Biz ot mavzusida, fe'l mavzusida ham buni ko'rib ketganmiz. Sodda, qo'shma, juft, takror. Sodda sifatlar, demak, bir asosdan iborat bo'lgan sifatlar hisoblanadi. Ularni ikkiga bo'lib o'tirmadik, ko'rib ketaveramiz. Sovuq, mana bu sodda yasama hisoblanadi. Tarkibida sababi nima bor? So'z yasovchi qo'shimcha bor. Sovuq
ajib, yashil, pok, harakatchan. Bu yerda sovuq va harakatchan so'zlari sodda yasama sifat, ajib, yashil, pok so'zlari sodda tub sifatlar hisoblanadi. Sababini aytdik. Sodda yasamani tarkibida so'z yasovchi qo'shimchalar bor ekan. Keyingisi, qo'shma sifat deb nimaga aytiladi? Qo'shma sifat deb ikki yoki undan ortiq asosdan tashkil topgan sifatlarga qo'shma sifatlar deyiladi. Xushxulq qanday deymiz, to'g'rimi? Kalta fahm qanday? Qo'y mijoz qanday deymiz? Olov qalb qanday? Tushunarli? Hop, juft sifatlar deb o'zaro qarama-qarshi yoki yaqin bo'lgan so'zlar, sifatlarning juftlashuvidan hosil bo'lgan sifatlarga aytiladi. Yaxshi yomon, baland past, halol harom desak bunga misol bo'la oladi. Yana qaytaraman. Juft va takror so'zlar chiziqcha bilan yoziladi. Keyingisi, takror sifat deb nimaga aytiladi? Takror sifat deb bir asosning aynan takrorlanishidan hosil bo'lgan sifatga takror sifat deyiladi. Katta, baland, yangi bunga misol bo'la oladi. Yoki bo'lmasam, orttirma nisbatni hosil qildik-ku, kap-katta, yam-yashil, qop-qora, bus-butun, bular ham takrorga olinadi. Yarim takror deb ketiladi. Tushunarli? Sifatni tuzilishiga ko'ra turlari shulardan iborat edi. Ana endi sifat otlashishi bo'yicha siz bilan gaplashamiz. Sifat otlashishi deb nimaga aytiladi? Buni umuman otlashish hodisasini biz fe'ldagi sifatdosh misolda tushuntirib berganmiz. Sifat otlashishi deb sifat bog'lanib kelgan ot gapda tushib qoladi va otning ma'no vazifasi sifatga o'tadi, hattoki qo'shimchalari ham. Masalan, yaxshiga yondash, yomondan qoch. Bu yerda yaxshi inson tushib qolgan va mana bu yerda yomon so'zdan keyin inson so'zi tushib qolgan. Nima bo'lishi kerak edi? Yaxshi insonga yondash, yomon insondan qoch bo'lishi kerak edi. Bu yerda o'sha inson so'zlari, odam so'zlari tushib qolganligi uchun nima bo'lyapti? Sifat otlashyapti desak bo'laveradi. Ilg'orlarga mukofotlar berildi. Ilg'or o'quvchilarga bo'lishi mumkin, insonlarga bo'lishi mumkin, ishchilarga bo'lishi mumkin. Xullas, ot tushib qoldi bu yerda. Zamon hozir ilmlilarniki. Zamon hozir ilmli odamlarniki yoki yoshlarniki. Sifat otlashishiga tushundik-a? Agar tushunmasangiz, ushbu video tagida kommentariyaga yozib qo'ysangiz, keyingi videolarda yana tushuntirish olib boramiz. Umuman mavzularga tushunmagan bo'lsangiz, bemalol kommentariyaga yozishingiz mumkin savollarni. Keyingisi, hop, sifat mavzusi yakunlanibdi. Sifat bo'yicha endi sizlar bilan bitta test ko'rib olamiz. Yakunlash testi. Hop. Bu yerda aytayaptiki, savol berilgan gap haqidagi to'g'ri hukm so'ralyapti. To'g'ri hukmni topishimiz kerak. Javoblarga qarasak tezroq topamiz. Javoblarning har bittasida sifat haqida gap ketyapti. Demak, javoblarga bir nazar tashlab oldik. Hammasida sifat bor ekan. Shuning uchun biz nima qilamiz? Gapdan sifatlarni topib olamiz. Hop, surface. Keyingisi katta. Keyingisi yosh, mayin, bahoriy bo'ldi. Onda sonda bu yerda ravish bo'ladi. Shuning uchun onda sondani olmaymiz. Onda sonda-chi degan savol tug'ilib qolishi ham mumkin-da kimdadir. Hop, sifatlarni topib oldik. Ana endi javoblarga qaraymiz. Javoblar. Sifat darajalarining ikki turi qatnashgan. Demak, darajalar oddiy, orttirma, ozaytirma, qiyosiy darajalar bor.
Endi bu yerda qaysi darajalari bor desa, bu yerda faqat oddiy bor. Serfayz, katta, bahoriy, mayin, yosh. Hammasi oddiy. Shuning uchun bizdan to'g'ri ma'lumot so'raganligi uchun A javob to'g'ri bo'lmaydi. A javobni ola olmaymiz. B javob sifatlar bir xil sintaktik vazifa bajargan. Sintaktik vazifa degani ega, kesim, aniqlovchi, to'ldiruvchi hol. Tushunarli? Endi qarang. Serfayz ko'chalar. Ko'chalarga bog'langanligi uchun bu yerda serfayz aniqlovchi. Katta chinor. Chinorga bog'lanib kelganligi uchun aniqlovchi. Yosh qizaloqning. Demak, otga bog'lanib kelganligi uchun yosh aniqlovchi. Lekin mayin kuylash deganda u fe'lga bog'lanyapti, u hol bo'ladi bu yerda. Bahoriy kayfiyat desak, demak, kayfiyat ham ot bu yerda aniqlovchi. Mayin so'zi aniqlovchi bo'lmaganligi uchun B javobni ham chiqarib yuboramiz. Sababi bir xil sintaktik vazifa bo'lmay qolyapti, ikki xil bo'lib qolyapti bu yerda. C javobni o'qiyapmiz. Sifatlarning tuzilishiga ko'ra faqat bir turi deyapti. Tuzilishi qanaqa edi? Sodda, qo'shma, juft, takror edi. Bu yerda serfayz, katta, bahoriy, mayin, yosh so'zlar hammasi sodda sifatlar hisoblanadi. Shuning uchun C javob to'g'ri. Ana endi D javobning xatoligini isbotlab qo'yishimiz kerak. Faqat asli sifatlar ishtirok etgan. Demak, asli sifatni topishni osonroq yo'lini aytgandik. Roq qo'shimchasini qo'ysak, qabul qilsa asli, roq qo'shimchasini qabul qila olmasa, nima edi? Nisbiy sifatlar edi. Xo'p, serfayzroq deya olamizmi? Yo'q, deya olmaymiz. Bu nisbiy bo'ladi. Kattaroq desak bo'ladi, bu asli. Hop, bahoriyroq deya olmaymiz-da, bu nisbiy. Mayinroq desak asli bo'la oladi. Yoshroq desak bo'ladi. Demak, bu yerda faqat degan so'zga qaraymiz. Faqat asli sifatlar emas, nisbiy sifatlar ham bor. Shuning uchun D javob xato. To'g'ri javob C javob bo'ladi. Hurmatli kuzatuvchilar, obunachilar, video yoqqan bo'lsa, like va podpiskalar bilan qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar. Mana shu yerda darsimizni yakunlab turamiz. Rahmat.